Bugungi darsimizni fransuz tilida fe'llarni hozirgi zamonda tuslanishiga urg'u berish bilan o'tamiz. Demak, zamonimizning nomi le présent de l'indicatif. Namunada parler gapirmoq fe'li. Je parle, men gapiraman. Tu parles, sen gapirasan. Il, elle, on parle, u gapiradi. Il o'g'il bolaga nisbatan, elle qiz bolaga nisbatan, on biz degan ma'noni anglatadi. Nous parlons, biz gapiramiz. Vous parlez, siz gapirasiz. Il, elle parle, ular gapiradilar. Demak, on agar sizda ikkilanish tug'dirayotgan bo'lsa, savollar tug'dirayotgan bo'lsa, ishlatmay tursangiz bo'ladi. Keyinroq kattaroq darajada bu haqida yana to'xtab o'tamiz. Demak, aksariyat fe'llarimiz fransuz tilida er bilan tugashiga qaramay, bizda ix bilan tugaydigan fe'llar bor va g'i bilan tugaydigan fe'llar bor hamda noto'g'ri fe'llar, qaysiki bu qoidaga rioya qilmasdan o'zlari individual tarzda tuslanadigan fe'llarimiz bor. Demak, fe'llarimiz er bilan tugasa, mana bu yakuniy harflarga ahamiyat bering va bizda misol uchun o'zingizni sinab ko'rishingiz uchun aimer fe'lini tuslashingiz mumkin. Aimer yaxshi ko'rmoq, travailler ishlamoq. Aimer fe'li unli tovush bilan boshlangani uchun bizda je emas mana shunday o'zgarish ro'y beradi. Hozirda buni shaxsga nisbatan tuslashini yodlab oling. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime, ils aiment, elles aiment. Demak, bizda liaison tovushlarini qo'shilishi. Undan oldingi videoda ham aytib o'tgan edim.